Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan internet o'yini kanali. Bugun sizlar bilan bitta ajoyib bot orqali pullashish ko'rib o'tamiz. Bilaman, men ancha payt video ola olmay qoldim. Chunki o'sha muammolar bo'lib qoldi. Bu muammolarni men Telegram kanalida aytib o'tganman va nima uchun bu hozir meni ikkinchi kanalim. Birinchi kanalda nima uchun video olmayotganimni men Telegram kanalda aytib o'tganman. Xo'p, kimlar qiziq bo'lsa bemalol kirib o'qib cho'molishidan mumkin. Bo'lmasam biz videomizni boshladik. Anchadan beri video olmayotganim uchun meni YouTube kanalimda ancha pastga tushaveradi. Ya'ni video qo'ysam prosmotrlari o'ta kam bo'ladi. Buni to'g'irlash bitta yo'li bor. Bu ham bo'lsa sizlar ko'proq like bosib, kommentariy yozishingizlar kerak va shundagina YouTube videolarda ko'proq odamga ko'rsatadi. Sizlardan iltimos qilib qolaman. Obuna bo'lib qo'yinglar. Mana 188 ta obunachi bo'libmiz. Endi esa mana shu kanalda men kontentni olib boraman. Xo'p, bo'lmasam biz botimizga o'tib olamiz. Mana botimizga o'tib oldik. Botimiz nomi Coolde Candy nomlanar ekan. Bot manzilini aytgan Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Telegram kanal manzili esa kommentariyada topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, botga kirganingizdan keyin startni bosasiz. Startni bosganingizdan keyin xuddi mana shunaqa pastda ikkita menu chiqadi. Mana bu ikkita menu chiqadi. Mana shu yerda masalan Daily Candy deb bitta bosasiz. Mana bu yerda mini ilova ochish tugmasi chiqadi. Mana bu yerda Открыть Daily Candy ni ustiga. Va mana shunaqa keyin bizda mini bot ochiladi va bu yerda qanday pul ishlaymiz? Bu yerda mining qilish orqali pul ishlaymiz. Bu yerda xohlasangiz sarmoyali, xohlasangiz sarmoyasiz pul ishlashingiz mumkin. Hop, sarmoyasiz qanday pul ishlaymiz? Hop, sarmoyasiz mana bu yerda kirganingizdan keyin xuddi mana shu yerda sizda tugma chiqadi. O'shani ustiga bitta bossangiz siz bitta reklama ko'rish orqali mana bunday miningni faollashtirasiz. Bu yerda mana bunday Sandy degan monet to'playmiz va bularni pastda ko'rasizlar. Keyin to'nga aylantirishingiz mumkin. Hozir menda ikkita balans bor. Birinchisi o'sha o'zining ichki valyutasi, ikkinchisi pastda esa ton valyutasi turibdi. Hop, buni men to'plab keyin esa obmen Sandys deb ustiga bitta bosishim kerak. Mana bu yerdan ko'rasizlar, minimalli obmen 348 ta candies ekan. Bu bizda mana kurs bitta 1000 ta candimiz 0.015 ton bo'lar ekan. Plus minus shunaqa bo'lar ekan. Hop, keyinchalik siz bu yerdan tonga aylantirib, keyin pul qilib chiqara olishingiz mumkin bo'ladi. Hop, bu miningni tezlashtirish yo'li bor. Bir qancha ko'rasizlar. Mana bu yerda balansimda 1k surg turibdi. Ya'ni bu miningimning kuchi. Buni kuchaytirish uchun mana ikkita bor. Birinchisi добавить sarji bor. Mana shu ustiga bitta bossak, bu yerda biz sarmoya orqali pul ishlaymiz. Mana bu yerda ko'rasizlar. Mana bu yerda siz 10,000 sandini siz 0.085 ga olishingiz mumkin. Va mana bu yerga oxiriga borsangiz 50,000 ta sandi tokeningizni 425 tonga olishingiz mumkin. Va mana bu yerda 1 soatda qancha ishlashingiz, 1 kunda qancha ishlashingiz, 30 kunda qancha ishlashingiz mana bu yerda yozib qo'yilgan. 1 ton narxi mana bu yerga chiqarib qo'yaman hozir qancha bo'lishini. Xo'p, keyin qanday pul ishlashingiz bo'ladi? Xo'p, yana surj ustiga bosamiz va endi besplatniy surgen ustiga bosamiz. Va bu yerdan mana har xil zadanlarni bajarish orqali ham pul ishlashingiz mumkin. Masalan, mana bu yerda obuna bo'lish orqali pul ishlashingiz mumkin. Masalan, podpisatsiyani ustiga bitta bosamiz. Mana obuna bo'lamiz. Endi esa botimizga qaytamiz. Получить ustiga bitta bosamiz. Va bo'ldi mana. Biz 500 surj oldik. Xuddi mana shunaqa qilib siz qolgan kanallarga obuna bo'lish orqali bu yerdan pul ishlab olishingiz mumkin. Va mana bu yerda пригласить друзей, ya'ni do'stlaringizni tarqatish orqali ham bu yerda bir qancha pullar ishlab olishingiz mumkin bo'lar ekan. Hop, yana mana bu yerda 3 ta o'yin bor ekan. Mana masalan best kubik deyapti, ya'ni kubik otish. Mana bunaqa nardan toshi bo'ladi, ana shuni otasiz. Buni otish uchun mana necha tushsa qancha surj berishi ham yozib chiqilgan. Bu yerdan смотреть reklamasiga bosasiz va reklama ko'rib olishingiz kerak bo'ladi. Va meni otdim va menga 1 tushdi, ya'ni bitta surj tushdi. Hop, mana xuddi mana shunaqa siz bu yerdan pul ishlashingiz mumkin. Hop, mana bu yerda krutit, ya'ni spin aylantirish orqali ham pul ishlashingiz mumkin ekan. Смотри, reklama spin aylantirishni bosasiz va reklama ko'rib olamiz. Ko'rib oldik, endi esa krutit ustiga bosamiz va bizga ko'ramiz. Va mana 3 ta bir nima chiqdi va bizga 10 ta surj berdi. Ya'ni 30 minutdan keyin aylantirishingiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana xuddi mana shunaqa siz bemalol pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Va mana bu yerda komanda bo'limi haligida aytganimdek, bu yerdan do'stlaringizni chaqirish orqali ham bir qancha daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Va mana bu yerda reyting ham bor. Reytingda o'sha
balansida eng ko'p surujlari borlar ko'rishingiz mumkin va priz ham bor ekan. Bir kun qolibdi, bir kundan keyin xullas birinchida turgan 2,6 million suruj egasiga yana plus 10 million suruj berar ekan. Reytingga kirish orqali ham siz bu yerdan daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Mana xuddi mana shunaqa siz bu yerdan pul ishlab olishingiz mumkin bo'ladi. Menimcha hamma narsa tushunarli bo'ldi va yana endi info challenge ustiga bitta bosib turib, ularda kanallar bor, ya'ni pul chiqarganlar nimasi ko'rishingiz mumkin. Hozir mana ko'ryapsizlar, mana 0.05 ton, 0.03 ton, barchasi chiqaryapti 0.4 ton. Pullar bu bot ya'ni to'laydi degani. Mana hamma realniy odamlar hammasi xohlasangiz niklarini ham bitta o'qib chiqishingiz mumkin bo'lar ekan. Mana hammasi pul chiqaryapti bemalol, ishonchli bot, yangi bemalol kirib pul ishlashingiz mumkin bo'ladi. Bot manzili Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanal mavzusi kommentariyada bo'ladi. Sizlar bilan internet kanali bo'ldi. Hammaga xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.